Assalomu alaykum YouTube a'zolari. Biyagimiz Xizr kanalining kuzatuvchilari. Tayyor biyagimizlarimizni o'rtaga to'plab oldik. 2 bioreaktorda 40 dan 80 kvadrat mana shu yerda. O'rtaga to'plab oldik. Shaygash usulda bu yarmiga go'ng soldik, narigi yoniga go'ng soldik. Hafta 10 kun bo'lib qoldi. O'rtada tayyor bo'lgan biyagumizimiz. Mana tayyor biyagumuz. Cho'lchanglarni o'tkazib olsak bu yog'iga buni olib elaveramiz. Hozir men yangi oziqaga o'tganini ko'rsatamiz, qanchalik darajada qanday bo'lib o'tgan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qanday o'tgan. Ajoyib yaxshi o'tyapti. Bu tarafda cho'lchang qolmay o'tib ketish kerak. Bu yoqda ham lekin cho'lchang ko'p. Shu cho'lchanglarni o'tkazib olishimiz kerak. O'tkazib bo'lsak, elab yuboramiz. Biyagumizlarimiz tayyor. İnşallah. Bunday tayyor bioreaktorlarimiz. Mana buni ham uyganmiz. Oziqasini tashab qo'yibmiz, hali yuvganimiz yo'q. Yuvib ustiga sobun yopishimiz kerak. Bu ustiga bu tayyor biyagumizimiz uyib qo'yibmiz. Ustiga suv sevib qo'yamiz. Usti qotib qolmasligi uchun mana bunlar. Qotib qolmasligi uchun. Buni yaxshilab yuvib sobun yopishimiz kerak bunga. O'rtaga tayyor bo'lgan biyagimizni uyib qo'yganmiz. Shaygash usulda. Sal vaqt ko'proq ketadi. Cho'lchanglar o'tkazishimiz uchun. Bu yangi go'ng solib chiqyapti oziqa. Mana shu go'nglarga o'tadi, xudo xolasa. Yana bittasi bor. Buni ham qilamiz, xudo xolasa endi. Kattaroq partiya biyagumuz so'raydiganlarga ham imkon qadar chiqarib berishga harakat qilamiz. Biyagumuz mahsulotlarimiz bor. Cho'lchanglarimiz ham sotuvda. 3 banan korobkasi 1 million. Zishligini yaxshi qilib beramiz. Biyagumizlarimiz ham bor sotuvda. 1,5 mingdan biyagumuz. Cho'lchang zishligi imkon qadar yaxshilab beramiz. Yaqinda tashlangan oziqani o'sha yeb bo'lgan mana. Granila holatda. Mana. Bundan cho'lchanglar menimcha pastga tashab ketgan. Oziqa yo'q, shu pastga tashab ketgan. Biyagumuz. Eng sifatli biyagumuz. E'tibor bering.
kerak bo'lganlar murojaat qilishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelgancha yetkazib beramiz. Endi bu mana hamma joyi shu bir granila holatda. Legumuz. Даже elash shart emasda. Murojaat qilishingiz mumkin kerakli insonlar, dehqonlar yoki shu biznesni boshlash uchun qiziqib turganlar bemalol boshlash mumkin. Qilsa bo'ladi. Muhimi atrofda qanday savdo bo'lishida. Mana granila holatda. Tak qismlar ham xuddi shunday. Granila holatda. Sifatli toza yeyilgan biyagumuz. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sog' salomat bo'lingizlar.